Agar siz har oy telefoningizga pul tashlaysiz, internet tez tugab qoladi. Daqiqalar yetmaydi. Yoki aksincha, paketning yarmi ishlatilmay qoladi. Demak, bugungi ma'lumot aynan siz uchun. Men hozir ko'pchilik bilmaydigan. Operatorlar esa odatda ochiq reklama qilmaydigan tariflar, yopiq takliflar, arxiv tariflar va shaxsiy chegirmalar haqida gapiraman. Bu juda muhim, chunki noto'g'ri tarifda qolib ketgan odam bir oyda 27 ming so'm, bir yilda esa 300 ming so'mgacha ortiqcha to'lashi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga qaysi holatda yashirin tarif haqiqatan ham foydali, qaysi holatda tuzoq bo'lishi mumkin va uni qanday qilib tekshirish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha reklamada chiqmaydi. Lekin cho'ntagingizga bevosita ta'sir qiladi. Oldin hammasi ancha sodda edi. Operatorlarda bir nechta asosiy tarif bo'lardi. Arzon, o'rtacha va qimmat. Odam do'konga borardi, sim karta olardi. Konsultant mana shu tarif sizga mos derdi va masala yopilardi. Internet kam ishlatilardi, qo'ng'iroqlar ko'proq edi, SMS ham ahamiyatli edi. Shuning uchun tarif tanlashda asosiy savol shunday bo'lardi. Men ko'p gaplashamanmi yoki kam? Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Endi odamlar Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, xaritalar, bank ilovalari, taksi ilovalari, onlayn o'qish va ish uchun internet ishlatadi. Qo'ng'iroq ham oddiy tarmoq orqali emas, ko'pincha messenjerlar orqali qilinadi. Natijada tarif faqat daqiqa va SMS dan iborat emas. Unda gigabayt. Ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida trafik, tungi internet. Ichki tarmoqdagi cheksiz qo'ng'iroq, boshqa operatorlarga daqiqa, bonuslar, sodirlik dasturi, avtomatik uzayish, balans yetmasa nima bo'lish kabi juda ko'p mayda shartlar paydo bo'ldi. Eng muhim joyi shundaki, operatorlar hamma tarifni ham reklama qilavermaydi. Ba'zi tariflar faqat yangi abonentlar uchun bo'ladi. Ba'zilari faqat eski abonentni ushlab qolish uchun beriladi. Ba'zilari faqat ilova orqali ko'rinadi. Ba'zilari kol markaziga murojaat qilganda taklif qilinadi. Ba'zilari arxivda turadi, lekin ayrim shartlarda ulanish mumkin bo'ladi. Ba'zilari esa korporativ yoki maxsus guruhlar uchun ochilgan bo'ladi. Odamlar shuni yashirin tarif deb ataydi. Men darrov aniqlik kiritaman. Yashirin tarif degani sarli, hamma uchun ochiq, cheksiz internetli va juda arzon tarif degani emas. Ko'pincha bu shunchaki ommaviy reklamada ko'rinmaydigan, lekin operator tizimida mavjud bo'lgan taklif. Uni olish uchun to'g'ri savol berish, shartlarni tekshirish va ba'zan operatorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda siz o'zingizning real iste'molingizni bilishingiz kerak. Ko'pchilik xato qiladi. Menga ko'p internet kerak deydi, lekin aslida oyiga 8-10 gigabayt ishlatadi. Yoki men kam gaplashaman deydi. Lekin har kuni qarindoshlar ish mijozlar bilan 3 daqiqa gaplashadi. Tarif tanlashda his tuyg'u emas, raqamlar muhim. Masalan, birinchi misol, talaba yigit oyiga 25 ming so'mlik tarifda yuribdi. Tarifda 25 giga internet, 1000 daqiqa ijtimoiy tarmoqlar uchun trafik bor. Lekin u yotoqxonada Wi-Fi ishlatadi. Universitetda ham Wi-Fi bor. Uyga borganda ham Wi-Fi. Mobil internetdan faqat yo'lda, avtobusda ba'zan xarita va Telegram uchun foydalanadi. Ilovadagi statistikasini ko'rsa, oyiga atiga 7 GB ishlatgan. Daqiqalardan esa 8 daqiqa sarflagan. Demak, u 55 ming so'mlik tarif uchun emas, balki taxminan 35 ming so'mlik tarif uchun mos abonent. Agar operator unga arxivdagi yoki ilova ichidagi 30 ming so'mlik gigabaytli taklifni bersa, u har oy 20-25 ming so'm tejaydi. Ikkinchi misol, Toshkentda ishlaydigan taksi haydovchisi. U kun bo'yi xarita, buyurtma ilovasi, Telegram, qo'ng'iroqlar bilan ishlaydi. Unga 20 gigabayt kamlik qiladi, chunki fon rejimida ilovalar ham trafik yeydi. Agar u faqat arzon tarifga o'tib olsa, oyning o'rtasida internet tugaydi, keyin qo'shimcha paket sotib oladi. Masalan, tarif 35 ming so'm, lekin oy davomida yana 3 marta 10 ming so'mlik paket oladi. Yakunda 65 ming so'm ketadi. Bunday odam uchun 6 ming so'mlik, lekin ko'proq internet beradigan tarif yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yashirin taklif ham har doim eng arzon emas, eng mos bo'lishi kerak. Uchinchi misol, onaxon yoki otaxon oddiy telefon ishlatadi, internetga deyarli kirmaydi. Faqat farzandlariga qo'ng'iroq qiladi. Ular ko'pincha qimmat smartfon tarifida qolib ketgan bo'ladi. Chunki sim karta olgan paytda konsultant hozir eng qulay shu degan. Lekin ularga aslida daqiqa ko'p, internet kam bo'lgan tarif kerak. Ba'zi operatorlarda ijtimoiy.
Yengillashtirilgan yoki kam internetli tariflar bo'lishi mumkin. Ular reklamada ko'p ko'rinmaydi. Lekin ofisda yoki kol markazida so'rasangiz, mavjud variantlar aytiladi. 4-misol. Kichik biznes egasi yoki sotuvchi. Unda 3-4 raqam bor. Biri shaxsiy, biri ish uchun, biri reklama e'lonlarida, biri terminal yoki yetkazib beruvchi bilan aloqa uchun. Har bir raqam alohida ommaviy tarifda bo'lsa, umumiy xarajat oshadi. Ba'zan korporativ yoki oilaviy tariflar yaxshiroq bo'ladi. Bir nechta raqam bitta paketdan foydalanadi. Daqiqalar va internet taqsimlanadi. Bu ham ko'pchilik uchun yashirin tuyuladi. Chunki uni oddiy bannerda ko'rmasligingiz mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, 2-3 yildan beri tarifini o'zgartirmagan odamlar. Chunki sizning tarifingiz arxivga ketgan, shartlari o'zgargan yoki bugungi ehtiyojingizga mos kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, har oy balans kutilganidan ko'proq pul tashlaydiganlar. Masalan, abonent to'lovi 7000 so'm. Lekin siz oy oxirida 7000 so'm sarflaysiz. Demak, qo'shimcha xarajatlar bor. Uchinchidan, internet doim muddatini oldin tugaydiganlar. To'rtinchidan, paketlari ortib qoladiganlar. Ortiqcha qolayotgan narsa ham pulingiz bekorga ketayotganini bildiradi. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz oyiga necha GB ishlatishingizni bilsangiz, daqiqalaringiz yetib tursa, qo'shimcha paket sotib olmasangiz, abonent to'lovi sizga qulay bo'lsa va tarif shartlarini tushunsangiz, majburan yashirin tarif izlash shart emas. Chunki ba'zan odamlar maxfiy tarif degan gapga uchib, bizga mos yaxshi tarifni tashlab, yomonroq shartga o'tib oladi. Hozir operatorlar tariflarni tobora shaxsiylashtiryapti. Ya'ni bir abonentga ko'rinadigan taklif boshqasiga ko'rinmasligi mumkin. Masalan, siz operatorning mobil ilovasiga kirasiz va siz uchun maxsus degan bo'limda chegirma ko'rasiz. Do'stingiz kirsa, unda boshqa taklif chiqadi yoki umuman chiqmaydi. Nega? Chunki tizim sizning qancha pul sarflashingiz, qancha vaqt abonent bo'lganingiz, oxirgi paytda raqamni boshqa operatorga o'tkazishga qiziqqaningiz, balansni qanday to'ldirishingiz, paketlaringiz qachon tugashi kabi ma'lumotlarga qarab taklif berishi mumkin. Bu yerda operatorning maqsadi aniq: abonentni ushlab qolish va daromadni saqlash. Agar siz uzoq yillik abonent bo'lsangiz, lekin xarajatingiz kamaygan bo'lsa yoki boshqa operatorga ketish ehtimoli bo'lsa, sizga maxsus tarif yoki bonus taklif qilinishi mumkin. Lekin bu taklif hamma joyda reklama qilinmaydi. Chunki agar hamma unga o'tib olsa, operatorning daromadi kamayadi. Shuning uchun bunday paketlar ko'pincha individual taklif, aksiya yoki cheklangan muddatli ulanish ko'rinishida bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish, tarif nomi bir xil bo'lsa ham, shartlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Siz eski versiyada qolgansiz. Yangi abonent esa shu nomga o'xshash, lekin boshqa shartdagi tarifga ulangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimda shu tarif bor, menda ham shunaqa bo'lsin deyish har doim ishlamaydi. U arxiv versiya bo'lishi mumkin. Sizga yopiq bo'lishi mumkin yoki ulanish uchun maxsus kod kerak bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Yashirin yoki maxsus tarifni ko'rganingizda darrov ulanishga shoshilmang. Men ekspert sifatida har doim birinchi navbatda shartlarni o'qishni maslahat beraman. Chunki arzon ko'ringan tarifning ichida bir nechta nozik joy bo'lishi mumkin. Birinchi tuzoq, abonent to'lovi faqat birinchi oy arzon bo'lishi. Masalan, birinchi oy 25 ming so'm deyiladi. Keyingi oydan 10 ming so'm bo'ladi. Odam e'tibor bermaydi. Bir oy xursand bo'ladi. Keyin balans test tugayotganini ko'radi. Shuning uchun har doim aksiya muddati qachongacha va keyingi oydan narx qancha deb so'rang. Ikkinchi tuzoq, internet faqat ma'lum ilovalar uchun bo'lishi. Masalan, tarifda cheksiz ijtimoiy tarmoqlar deyilgan bo'lishi mumkin. Lekin video ko'rish, tashqi havolalar, reklamalar, brauzer orqali ochilgan sahifalar asosiy internet paketidan yeyilishi mumkin. Siz Instagram cheksiz deb o'ylaysiz, lekin Reels, reklama yoki tashqi saytlar trafikni kamaytiradi. Shuning uchun cheksiz degan so'zni mutlaq deb qabul qilmang. Uchinchi tuzoq, tezlik cheklanishi. Ba'zi takliflarda trafik ko'p bo'ladi, lekin ma'lum limitdan keyin tezlik pasayadi. Masalan, 60 gigadan keyin tezlik shunday tushadiki, video ko'rish qiyinlashadi. Agar sizga faqat messenger kerak bo'lsa, bu muammo emas. Lekin onlayn dars, video qo'ng'iroq yoki ish uchun kerak bo'lsa, bu katta muammo. 4-tuzoq, daqiqalar faqat ichki tarmoq uchun bo'lishi. Tarifda 1000 daqiqa yozilgan, lekin uning yakun daqiqasi faqat shu operator ichida.
Boshqa operatorlarga esa 200 daqiqa bo'lishi mumkin. Siz esa boshqa operatorlarga ko'p qo'ng'iroq qilasiz. Natijada paket bor bo'lsa ham balansdan pul yechila boshlaydi. 5-tuzoq avtomatik pullik xizmatlar. Ba'zan tarif o'zgarganda eski xizmatlar qoladi yoki yangi qo'shimcha xizmatlar ulanadi. Musiqa, ob-havo, kontent obunalari, melodiyalar, o'yinlar, pullik xabarlar kabi xizmatlar oyga 5-10 ming so'mni sezdirmay olib ketadi. Shuning uchun tarifni almashtirgandan keyin albatta pullik xizmatlar ro'yxatini tekshirish kerak. 6-tuzoq roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Ba'zi odamlar chet elga chiqadi yoki xorijdagi qarindoshlarga qo'ng'iroq qiladi. Oddiy tarif ichidagi daqiqalar xalqaro qo'ng'iroqlarga ishlamaydi. Agar siz buni bilmasangiz, bir necha daqiqalik qo'ng'iroq ham katta xarajatga aylanishi mumkin. Maxsus tarif tanlayotganda xalqaro xizmatlar sizga kerakmi, yo'qmi? Alohida tekshiring. 7-nozik joy. Arxiv tarifdan chiqib ketsangiz, qaytib kira olmasligingiz mumkin. Bu juda muhim. Ba'zi odamlar eski, juda foydali tarifda yurgan bo'ladi. Keyin reklamadagi yangi tarifga o'tadi. Lekin bir oydan keyin afsuslanadi. Qaytmoqchi bo'lsa, operator bu tarifga ulanish yopilgan deydi. Shuning uchun agar siz eski tarifda bo'lsangiz, o'tishdan oldin 2 marta o'ylang. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 2-3 oylik xarajatlaringizni tekshiring. Operator ilovasiga kiring, shaxsiy kabinetni oching yoki kol markazidan tafsilot so'rang. Sizga 3 ta raqam kerak. Oyga qancha internet ishlatyapsiz? Qancha daqiqa sarflayapsiz? Abonent to'lovidan tashqari qancha pul ketayapti? Ikkinchi qadam, hozirgi tarifingiz shartlarini yozib oling. Narxi qancha, internet necha GB? Daqiqalar qayerga ishlaydi? SMS kerakmi? Ijtimoiy tarmoqlar alohidami? Paket qachon yangilanadi? Balans yetmasa nima bo'ladi? Ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. O'z tarifini bilmay turib, yangisini qidiradi. 3-qadam. Operatorning rasmiy ilovasini tekshiring. Menga mos takliflar, aksiya, maxsus taklif tariflar, bonuslar degan bo'limlarga kiring. Ba'zan eng yaxshi taklif ofisda emas, aynan ilovada chiqadi. Lekin faqat rasmiy ilovadan foydalaning. Begona Telegram kanalda maxfiy kod deb berilgan narsalarni tekshirmasdan termang. Chunki u pullik xizmat ulab qo'yishi yoki sizga mos bo'lmagan tarifga o'tkazishi mumkin. 4-qadam, chal markazga qo'ng'iroq qiling va to'g'ri savol bering. Eng arzon tarif bormi demang. Buning o'rniga shunday deng: men oyga taxminan 10 giga internet va 300 daqiqa ishlataman. Hozirgi tarifim qimmatli qilyapti. Menga arxiv individual yoki maxsus takliflar bormi? Yana qo'shimcha qiling. Agar raqamni boshqa operatorga o'tkazsam, sizda ushlab qolish uchun taklif bormi? Men buni qo'pol qilib aytishni emas, madaniyat bilan so'rashni maslahat beraman. Ba'zan shundan keyin operator sizga oddiy ro'yxatda ko'rinmagan variantlarni aytadi. 5-qadam. Yaqin ofisga pasport yoki ID karta bilan boring. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqam kimning nomida ekanini oldindan tekshiring. Ofisda konsultantdan shartlarni qog'ozda yoki SMS orqali tasdiqlab berishini so'rang. Faqat og'zaki gapga ishonib qolmang. Ulangandan keyin narx o'zgaradimi? Aksiya muddati qachongacha? Qaytib eski tarifga o'ta olamanmi? Pullik xizmatlar ulanadimi? degan savollarni bering. 6-qadam, tarifni almashtirishdan oldin balans va paket qoldig'ini tekshiring. Ba'zi operatorlarda tarif o'zgarganda eski paketlar kuyib ketishi mumkin. Masalan, sizda 25 GB internet qolgan, bugun tarif almashtirdingiz va u trafik yo'qoldi. Shuning uchun odatda tarifni paket muddati tugashiga yaqin almashtirish foydaliroq bo'ladi. Lekin bu ham operator shartiga bog'liq. Albatta oldindan so'rang. 7-qadam, tarif o'zgargandan keyin darhol tekshirish qiling. Ilovaga kiring. Yangi tarif nomi to'g'ri ko'rinyaptimi? Paketlar tushdimi? Balansdan ortiqcha pul yechildimi? Pullik xizmatlar bormi? Agar nimadir noto'g'ri bo'lsa, darhol murojaat qiling. Kechiktirmang, chunki urgun kundan keyin men bilmagandim deyish qiyinroq bo'ladi. 8-qadam, oilangizdagi raqamlarni ham tekshiring. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz tariflarini ko'rib chiqing. Ko'pincha eng katta tejash bitta raqamda emas, 4-5 ta raqamda chiqadi. Masalan, har bir raqamda oyga 15 ming so'mdan tejalsa, oilada 5 ta raqam bo'lsa, oyga 75 ming so'm. Bir yilda 900 ming so'm tejash mumkin. Bu endi kichik pul emas. 9-qadam, boshqa operatorlarni ham solishtiring.
Raqamni saqlagan holda operatorni almashtirish imkoniyatlari bor joylarda bu raqobat sizga foyda beradi. Lekin faqat narxga qarab o'tmang. Siz yashaydigan joyda aloqa sifati qanday? Internet tezligi qanday? Ish joyingizda tarmoq ushlaydimi? Yo'lda uzilish bo'ladimi? Shularni ham tekshiring. Arzon tarif. Lekin yomon aloqa sizga foyda bermaydi. 10-qadam har 3 oyda bir tarif auditini qiling. Bu murakkab narsa emas. Telefoningizda eslatma qo'ying. 3 oyda bir marta ilovaga kirib, sarfingizni ko'ring. Hayotingiz o'zgaradi. Yangi ish boshlaysiz, uyga Wi-Fi o'rnatasiz. Farzand onlayn darsga o'tadi. Ko'proq yo'l yurasiz. Shunga qarab tarif ham o'zgarishi kerak. Yana bir muhim maslahat, hech qachon shoshilib qaror qilmang. Faqat bugun. Hozir ulanmasangiz kech qolarsiz. Maxfiy tarif yopiladi degan gaplar odamni tez qaror qilishga majbur qiladi. Ayrim aksiyalar muddatli bo'lishi mumkin, lekin siz baribir 5 daqiqa vaqt ajratib shartlarni o'qishingiz kerak. Operatorning rasmiy saytida tarif pasporti yoki batafsil shartlari bo'ladi. O'sha hujjat eng muhim manba. Agar sizda bahsli holat bo'lsa, masalan, sizdan noto'g'ri pul yechilgan deb hisoblasangiz, birinchi navbatda operatorga yozma murojaat qiling. Ilova ichidagi chat, rasmiy sayt ofisidagi ariza yoki kol markaz orqali murojaat raqamini oling. Murojaatda aniq yozing. Qaysi sanada, qancha pul yechildi? Siz qaysi tarifda edingiz? Qaysi xizmatga rozilik bermagansiz? Skrinshotlarni saqlang. Agar javob qoniqtirmasa, iste'molchi huquqlari bo'yicha tegishli tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Muhimi, hissiyot bilan emas, dalil bilan gapiring. Demak, yashirin tariflar deganda biz ko'pincha reklamada ko'rinmaydigan individual takliflar, arxiv tariflar, ilova ichidagi aksiyalar, ushlab qolish paketlari yoki maxsus shartlarni tushunamiz. Ular haqiqatan ham foydali bo'lishi mumkin, lekin hamma uchun emas. Sizning vazifangiz eng arzon tarifni emas, o'zingizga eng mos tarifni topish. Bugun qiladigan eng to'g'ri ishingiz, hozirgi tarifingizni tekshiring. Oxirgi oy sarfingizni ko'ring. Operator ilovasidagi maxsus takliflarni oching va kol markazga aniq savollar bilan murojaat qiling. Shartlarni o'qimasdan eski foydali tarifdan chiqib ketmang. Pullik xizmatlarni tekshiring. O'ylangizdagi raqamlarni ham nazardan qochirmang. Kommentariyada yozing. Siz qaysi operatordan foydalanasiz? Oyga taxminan qancha to'laysiz va internet sizga yetadimi? Balki sizda boshqalarga foydali bo'ladigan tajriba bordir. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu hammaning cho'ntagiga tegishli. Operatorlar esa bunday nozik joylarni har doim ham baland ovozda aytavermaydi.